Inson do'stlar, sizlar bilan yana round. Bugungi videoda biz Minecraft degan dahshatli mobga qarshi jang qilamiz. Ushbu video juda qo'rqinchli bo'ladi, shuning uchun ko'rishni maslahat bermayman. Juda ham qo'rqinchli video olyapman. Xo'sh, biz spam bo'ldik. Qayerlardadir. Va menda qandaydir kitobcha bor ekan. Ko'raychi nima yozilgan ekan. Hoppa. Bitta moddan qo'shib qo'yganman. Kerak emas sizga bu. Hoppa, ana yerda qishloqcha bor ekan, yuraveraychi. Xo'sh. Qishloqchaga borguncha sal kutib turasizlar. Xo'sh, mana shunday. Yo'ma-yo, nima bola bor bu yerda? Santa Clausmi? Tiqilib qolibdi-yu mana bu. Battar bu kufgulingni. Basharing qursin seni. Tf. Senga. Yiqilib tushdim. Prosta tak yiqildim. Hech shunaqa evlatda bo'lamanmi? Mayli. Necha? Xo'sh, qishloqcha qayerda edi? Ana yerda ekan. Katta u yoqqa borguncha kutib turasiz. Xo'sh, ana shunday. Yetib keldim. Endi oyoq ostiga yetib boramiz. Ishqilib. Basharing qursin seni. Chiqolmay iloyim o'lib ketdi o'sha yerda. Turqini qaraylar, turq sovuq. Wow. Bedir. Ichida so'kayaptimi deyman mana. Ishni ochma dedim. Basharing qursin seni. Hoppa, bu yerda sandiq bor ekan. Saqqa sindirib qo'yadi. Ana sandiqda nima bor ekan? Oppa, qurollar bor ekan. Endi bemalol seni tinchitaman qurollarni. Xo'sh, o'qlarni olib olamiz. Bu kristalni osonlikcha o'ldirib olsa kerak. Qanday qurollar bilan. Vaqt ichida mayli kerak bo'lib qoladi. Harakat. Bebe. Uxlab qo'ying. Kristal basharasi qursin. Xo'sh, aniqlashlarim bo'yicha bu yerda 3 ta shunday mob bor. Birinchisi mana bu. Qotyapti la'nati. Mana shu Santa Claus. Avval buni tinchitamiz. Keyin ming la'nat yana tushib ketdimi? Mana yana bittasi. Yaxshimi shu qismat boyit qilib qo'yibman. Qani kela qol. Vazifamiz 3 tasini o'ldirish. Uydan chiqarishim kerak, lekin o'ldirib olsa-chi mana. Shuning uchun sal ehtiyotkorroq bo'lamiz. Buni qanday qilib o'ldirsa bo'ladi? Basharingiz oyog'im sani. Santa Clausga. Xo'sh, adashmasam pastda ham bordi. Kristal qaydasan? Mana ekan. Avval buni o'ldirib, keyin Santa Clausga o'tamiz. Mana senga. Orqadan kristal chiqsang o'ldiraman lekin. Shundan o'lasan. Bebe, buni o'ldirdik. Navbat endi senga keldi. O'ldirib bo'lmayapti, chiqarish kerak bu la'natni. Chiqarsam esa o'laman. Bo'pti, qilib turayin. Qandandir ovoz keladi. Vodat. Yo'ma-yo. Qanaqa tez qilib yugurib bu so'ta qo'zi. Hozir ispan bo'lsam yana urishib. Ishni yopaman. Xudoga shukr. Basharingga oyog'im sanadi. Odamni shuna qo'rqitadimi? Turqini qaraydi. Turq sovuq. Ming la'nat bo'lsin. Itni jimratadi-ya. Kayfiyat buzib.
Bo'pti, tepadan chiqib o'tirib ko'raman. Menga bir yarim soat yetadimi deyman. Xo'sh. Mana shunday. Mana. Xo'sh, endi tepaga chiqamiz. O'tirganda yuborib yubordi. Soda qo'zib bo'lmay o'l. Minyanat. Xo'sh. Mana. Mana. Mana shunday. Mana. Shu tepada bo'lib o'tirmayapsizda. Bashcharingda sani. Turqin sog'lig'ingni qaranglar bir. Shunaqa ham badbashara bo'ladi bu odam degani. Xo'sh, yo'qmi? Yaxshi. Xo'sh. Mana shu kutib turamiz, lekin yomon qo'rqib qoldim. Menga seni. Murslar otib ko'raysan. Chiqarmasam toza bo'lmayapti. Lekin qanaqa chiqaraman, hayronman. Просто tak o'dirib qo'yadi meni. Qo'y yetibman borgan sar. Bashar xurujul badbasharlar yana paydo bo'lsa kerak. Yangi yilda chiqarishim kerak edi, lekin yangi yilda chiqarishga ham vaqtim bo'lmadi. Hadi yana bayram bo'lsa, o'z vaqtida sinamiz. Basharga kelib otasam xo'sh, lekin sakrab kelmasa bo'ldi bo'lanadi. Endi o'ldirsa bo'lsa kerak. O'lmayaptimi nima bolasi? Qarshi ekanman mana santasiga. Bug'ingni o'ldirdim-ku, seni ham o'ldiraman kerak bo'lsa. Qisqasi bag bo'lganiga toza. Bo'pti, qolganlarni qidirib ko'raychi. Xo'sh. Bashang qurujada badbashara qaydasan? Har xil animatsiyani qo'shganman bu modga. Xo'sh, qaydasan? Chiqa qol. Yana soat kutib o'tirishim qoladi endi senlarni. Basharingga oyoq san suda qo'zin. Turishni to'g'ri keladi yana. Paydo bo'lgandan keyin chiqaraman. Xo'sh, yana soat o'ylab buni o'ldirish yo'lini topdim. Bat. Ketiga otib o'ldiraman. Xo'sh. Opa, jonim ketyapti. Hozir. Mana shuni. Baribir o'ldiraman seni aytdim. Biraz kuch turishni o'qib olay. Mana seni. Xo'sh. Mana seni. Baribir o'ldiraman dedim-ku, o'ldiraman. Demak. Xo'sh. To'g'richi? Qiziq, kimda ko'rganday bo'ldi? Bu nima? Nima edi bu? Tuxum ekan bo'ldi. Qayoqda? Tuxumdek bo'layotibdi. Shuncha payt o'tdi. Bo'pti, qidirib ko'raychi, keyin videoga yosh. Xo'sh, mana topdim. Basharasi xuruji mana bu yerda ekan. Xo'sh. Turqsoq qayoqqa yetding? Bitta chiqin. Qaydasan? Turqsoq.
Ularni turq soq deb atash kerak ekanda toza. Ha, mana ekan. Ya og'zingga sada. Sa qara turolmi? I? Ey, qamanmay tur. Mana ketdi bo'ldi. Eng yoqimlisi shu bo'lsa kerak. Shularni ichida. Temir tushdimi? Bo'g'oz menga yoqmayapti. Qanaqadir bir ovoz keldi. Eshitganday bo'lsa, agarda eshitganday bo'lsanglar, eshitganday yozib qo'yinglar kommentariyaga. Deyarli qo'rqinchli chiqmadi-yu, lekin baqirib o'ldirdim-da, xalas. Turq sovuqlar chiqib ketdi-ya. Bo'ldi. Mencha shunchasi yetadi. Bu videoda faqatgina zombilar, moblar va boshqa narsalar chiqib ketdi, aynan bala. Buni uncha qo'rqinchli video chiqadi deyman-u, lekin yaxshigina video oldim. Otangga otasanmi? O'zicha zo'rda. Xullas, bugungi videolar shuda. Bu yerda like va obunalarni unutmang. Sizlar bilan men Ronald bo'ldim. Uncha horror video chiqmadi-yu, lekin har holda horror chiqdi-da. Xullas, kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.